Gaz qazib chiqarishni ko'paytirishda islohot, javobgarlik va natija. Assalomu alaykum. O'zbekneftgaz axborot xizmati yangi rukun boshlaganini mamnuniyat bilan e'lon qiladi. Bugundan boshlab har oyning yakuni bilan 30 kunlik dayjest e'tiboringizga havola etib boriladi. Demak, raqamlar bilan boshladik. Yanvar oyining o'zida 40 ga yaqin mahalliy va xorijiy darajadagi uchrashuv va yig'ilish o'tkazildi. Har bir muloqotda aniq vazifalar qo'yildi, mas'ullar belgilandi va ijro qat'iy talab qilindi. Endi qaror qabul qilish bilan ish tugamaydi, natija so'raladi. Eng muhim strategik qarorlardan biri resurs bazasini kengaytirish. Surxondaryo, Hisor va Ustyurt hududlarida zaxirasi oshirilmagan 31 ta investitsiya bloki qayta xatlovdan o'tkaziladigan bo'ldi. Shu bilan birga, Geologiya vazirligi balansida turgan ayrim istiqbolli bloklarni O'zbekneftgaz ixtiyoriga o'tkazish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi va ishlar boshlandi. Yana bir muhim qaror gazli hududidagi 21 ta kon bo'yicha qabul qilindi. Ilgari ushbu loyiha hamkorlar orqali amalga oshirilishi rejalashtirilgan edi. Loyiha muddati cho'zilgani bois endi uni O'zbekneftgazning o'z kuchi va moliyaviy resurslari hisobidan amalga oshirilishi belgilandi. Bu bilan cheklanilmaydi. 2026-2027 yillarda har yili kamida 30 tadan yangi tayyor holdagi istiqbolli maydonlar jamiyat balansiga qabul qilinadi. Bu esa kelgusi yillarda qazib chiqarish hajmlarini barqaror oshirish uchun mustahkam zamin yaratishi degani. Yanvar oyida boshqaruv raisi Abdug'ani Sanginov boshchiligidagi ishchi guruh joylarda turli o'rganishlar olib bordi. Sho'rtan va Ustyurt boshqarmalariga qarashli konlar va obyektlarda O'zbekiston GTL, Sho'rtan gaz kimyo majmuasi hamda Qarshi va Taxiatosh neft bazalarida bevosita o'rganishlar o'tkazildi. Natijada ishchi xizmatchilar uchun shart-sharoitlarni yaxshilash bo'yicha bir qator aniq qarorlar qabul qilindi. 200 o'rinli yotoqxona, 100 o'rinli oshxona, zamonaviy konferensiya zali quriladi va zavodlarga qatnaydigan yo'llar ta'mirlanadi. Xavfsizlik va qulaylik uchun bitta tez yordam mashinasi hamda jami 58 ta yangi avtobus xarid qilinadi. Ular quyidagi tartibda taqsimlanadi. Muborak gazni qayta ishlash zavodiga 17 ta, Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasiga 20 ta, Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasiga 18 ta, Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasiga 3 ta zamonaviy avtobus. Bundan tashqari, ishchi xizmatchilar yilda 2 marotaba iqlimga mos maxsus kiyim-bosh bilan ta'minlanadi. Eng muhimi, xodimlarning oylik maoshlari oshiriladigan bo'ldi. Tizimda tartib-intizom ham keskin kuchaytirildi. 400 ga yaqin to'g'ridan-to'g'ri shartnoma bekor qilindi. Endi xaridlar faqat tender asosida, ochiq va shaffof tarzda amalga oshiriladi. Qish mavsumida aholi ehtiyojlaridan kelib chiqib birja savdolariga chiqarilayotgan avtobenzin hajmlari oshiriladi. Shuningdek, xorijiy hamkorlar bilan 15 ga yaqin uchrashuv o'tkazildi. Ularda qazib chiqarishni oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va qayta ishlash masalalari kun tartibida bo'ldi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shular, lekin islohot jadallik bilan davom etmoqda. Bizni kuzating, keyingi yangiliklar aynan sizning zavodingizda bo'lishi mumkin.